shaxs sifatida rivojlanishni payti keldi. Inson salohiyati 3 ta eng asosiy yo'nalishda: ruhiy, aqliy va jismoniy rivojlanishni tatbiq etuvchi kompleks dastur. Ushbu kursda sizni shaxs sifatida rivojlanishingiz uchun kerak bo'lgan odatlar, intizom, diqqatni saqlash, tana va miya qanday ishlashi va ko'plab strategiya va texnikalarni tatbiq etamiz. Professional insonlar Marcus Aurelius, Dostoyevskiy, James Clear, Andrew Huberman va Jim Rohn kabi mutaxassislarning materiallari va manbalar yordamida ishlab chiqilgan. Shakarsiz 30 kun challenge, bir hafta dopamin detoks va 3 kun faqat kitoblar bilan bir xonada qamalish va ko'plab boshqa barcha insonlar o'z tanasida sinab ko'rish kerak bo'lgan challengelar va bonuslar sizni kutmoqda. Kurs narxini qiymatiga nisbatan maksimal darajada pasaytirib qo'ydik va bor e'tiborni kursning sifatiga qaratish maqsadida talabalar sonini 20 tadan oshirmaslikka qaror qildik. Mening fikrim bo'yicha o'zingiz va farzandingizga qilishingiz mumkin bo'lgan eng zo'r investitsiyalardan bittasi. Pastdagi havola orqali kursda o'z joyingizni egallang va kursda ko'rishguncha.